Assalomu alaykum hammaga. Bugun navbatda obzor qiladigan traktorimiz Farnet 404 kabinaning variantini qisqacha ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa. Traktorimiz cross kuchi 4 portion oddiy apparat. Apparaturasi ham mana germanskiy bo'sh sistema qo'yilgan. 4 ta balonni ham tortadi. Oldida mana toshlari bor. 1 kilogacha toshlari bor. Traktorimiz shu Germaniya bilan qo'shma korxona ishlab chiqarilgan va keling ichiga. Mana traktorimiz xudo xolasa 4063 modelimiz. Xo'sh, bular shu har doimgidek Farnetda reversiyli korobka, pol avtomat deyiladi. Mana orqa supurlar bilan silindrlarda telechkaniki mana ruchnoy tormoz. Mana oldi orqa qo'shib ajratadigan ballonlarni oddiy bitta rechakda tushib chiqaveradi mana xudo xolasa. Keyin blokirovka bor bu yoqda. Mana ko'rsing. Quyon toshbaqa bu. 1 2 3 4 и orqa naviska qo'ldan gaz xudo xolasa. Boshqa paneli mana signal, avariya power hammasi bor. Traktorda kondisioner bor, pechkasi bor, magnitofon bor, orqa furchkalari mana ochiladi. Mana silindrdan ko'rsanglar zo'r silindrlar qo'yilgan mana. Ko'p traktorlar mana silindr yaxshi bo'lmaydi-da. Bularda xudo xolasa sifatli narsalar qo'yilgan. Xo'sh, traktorimiz qisqacha orqasi. Og'irligini bitta ko'rsatib ketaylik. Mana traktorimizda 404 traktorimiz 2 tonna 670 kg. Bu degani qirq kuchli traktorga zo'r degan bu og'irlik. Chunki uchinchi texnika qirq kuchlilar bu og'irlik bosolmaydi. Xo'sh, traktorimiz mana orqa naviskasi xudo xolasa traktorimiz 2 tonna 600 bo'lsa, orqasiga salkam 1 tonna 200, 1 tonna 300 kilogacha bo'lgan agregatlarni bemalol ko'tarib, aylantirib ishlata oladi. Principal bor, 3 talik 30 atvarli kuliklarni tortadi xudo xolasa. Nimaki shu ishlar bo'lsa, qilaveradi traktorimiz. Traktorimizga 3 yil garantiya servis xizmati bor xudo xolasa. 3 yilgacha bo'lib to'lash haqi beraveramiz. 15% boshlanish to'lovdan to 50-60% gacha to'lab berishsa, qolganini 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga qilib beramiz xudo xolasa. Tasdiqnomalar bor, bemalol aloqaga chiqaveradi.